Hurmatli obunachilar, samasval qo'ygan edik. Akamiz qayerdan keldilar? Navoiy viloyatidan kelamiz. Navoiy viloyatidan shu moshinga muxlis bo'lib kelibdilar. Qanchada vaqtda bitdi ishingiz? Uzoq 5 daqiqa bitta ishimiz. Naqd pulga oldingizmi, nasiya savdoga oldingizmi? Nasiya savdo yo'nalishida. Nasiya savdoga oldingiz. Endi qarang, bitta savol beraman, faqat to'g'risini aytasiz. Shu moshinda oyiga necha pul daromad qilsa bo'ladi? 15 milliondan ziyod. 15 million. Hozir to'lovingiz qanchadan tushdi? Oylik to'lovingiz. Oylik to'lovimiz $1050. $1050dan nasiya savdoga. Nasiya savdoga qilib berdik. Oylik to'lovlari $1050 tushdi. Mashinani hamma tomonini ishlatib ko'rdingizmi? Hamma tomon. Yo'qdimi sizga? Kamchiliklar bormi, yo'qmi? Kamchiliklar yo'q. Pashti yo'q, ha? Kamchilik, o'zimiz kamchiliklari bor edi, qo'limizdan kelgancha qildirib qo'ydik. Yana nimadir kamchilik bo'lsa, o'zingiz qilib olasiz. Aka, mashinalar mo'ray bo'lsin, yaxshilik kunlarga mining. Xudo xolasa 15 million pul topaman dedingiz-ku, mana shu mashinada oyiga 30 million so'm pul topasiz inshaalloh. Barakasini bersin. Sog' bo'lsin. Kimda mana shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, NBNga murojaat qilasiz. Bunaqa variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna knopkachasini bosib, videoga bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.